Bu narsa nimani pistoleti deb o'ylaysizlar? Bu bezvazdушный kraskopul. Xalq tili bilan Wagnerda pistoleti. Xullas Wagnerlarga bor aksiyani, shapalog'ini boshladik. Bioti brendidan 4 xil Wagner ko'rsataman. 1, 2, 3, 4. Atiga borib $120 Wagnerda bolasidan ko'rsatyapman, ko'ribsizlar. Bemalol yelkaga ilib olib 16-etajda ham bemalol sepishlangan. Yelkaga o'zini ichi bachokchasi ham bor, ko'ribsizlar. Xullas Bioti yangilik qilishdan to'xtamaydi. Wagnerning yomonlari Biotidan chiqyapti. Ko'ribsizlar, o'chirayotgan kulchatiri va оборот legrovkalari ham bor ekan. Xo'p, Wagnerning komplektdan nimalar chiqadi deganda bitta ko'rsatib o'taman. O'zini shlenkasi chiqyapti, pistoleti chiqyapti, pistoletning nasadkasi, fullentasigacha chiqar ekan, ko'ribsizlar. Polностью komplekt, shuni olasizlar, kraska, emusallar hammasini quyib sochaverasizlar. Narxini $120 qilib beryapmiz. Biotidan 1000 wattli Wagnerchasi. Sifati mashinistdan so'raganlarga 1606 model $120. Yangi ish boshlaganlar yoki yengil ishlar qiladigan akalarga Wagnerda zo'r. Wagner yoqqan bo'lsa, bitta like turib qo'yasizlar. Wagnerning kattalarini bitta ko'rsatib o'tamiz. Eng kattasi Biotidan 1607 model. Wagner ishlatganlar bo'lsa 595 model bilan bir xil ekan ishlashi, 595 bilan tashlashi bilan qo'yar ekan, mana ko'rib turibsizlar, oldilari. Xo'p, tabloli varianti. Komplektdan nimalar chiqadi deganlarga. Xo'p, katta shlenkasi mana ko'rib turibsizlar, bir 20 metr, 30 metr chiqsa kerak. Katta shlenka. Xo'p, pistoletning nasadkasi, moyi, nasadkan saplosi uchi. Mana buning ichida ham har xil kulchlari ham bor mana. Filtrlar. Xo'p. Pistolet, original pistolet chiqyapti. Xo'p, kraskani so'raladigan turbachasi. Polностью komplekt narxini $350 qilib beramiz. Original polностью Bioti Wagner hammasiga garantiya bilan sotiladi. Original Wagner bo'lgani uchun garantiya bilan. Xullas Wagnerda bor, zo'rini so'raga jo'natib qo'yamiz. Eng professionalnisi $350 bo'lyapti. Xo'p, endi o'rtacha varianti bor. Mana 16005 model. Buni ham juda ham ko'pchilikka sotganmiz. Juda ham sodda, mehnatkash Wagnerimiz. Buni ham komplektdan xuddi shu narsalar chiqadi. Mana shuni ichida bor komplekt, bunidan ham chiqadi. Bunisining narxi $300 atrofida sotilgandi. Narxini $275 qilib beramiz mana. Narxi $275. Endi bor, eng poychokiri, motori ham bor, katta. Tinim bilmasdan ishlaydigan Wagnerimiz. Xo'p, narxi $230 sotilgan Wagnerimiz bor. Aksiyani yomoni bo'lyapti. $175 dan qilib beryapmiz. Bioti brendidan $175 ga Wagner. Buni ham komplektdan xuddi shu narsalar chiqadi. Shlanka, pistolet, hamma narsasi chiqadi, komplekt. Narxlar bor, haqiqatan ham jinni bo'lib ketdi. $175 ga Bioti 1600 model. Xo'p, 16005 model $275. Mana bu 16007 modelimiz $350. Mana bu 16006 modelimiz eng kichini. Wagnerlardagi kichkintoyi. Narxini $120 qilib beramiz. Ko'rib tursalar, narxlar bor, juda ham chotki bo'lyapti. Kimgadir Wagnerlarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga podpiska qilib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Pastdagi nomerga aloqa chiqarasiz, yo dastur beramiz. Dastur beramiz, kelishilgan holda. Wagner apparatimizni qanaqa qilib to'g'ri ishlatishni ko'rib chiqamiz. Ushbu videoda aynan siz Wagner apparatni qanday to'g'ri ishlatishni o'rganib olasiz. Buni o'rganish uchun biz sizga qanday ulab, qanday migrovka qilishni batafsil ko'rsatamiz. Birinchi bo'lib, komplektda o'zini sannigi bor. Mana shu sannigini mana bu yerga qo'yamiz. Sanni obязательно qo'yilishi kerak. Bu yerdan havo so'rib qolsa, yaxshi ishlamaydi. Obязательно ключ orqali mahkam qotirib olamiz. Ahamiyat beramiz. Bu nasadkamiz 523 razmerlik. Mana bu yerga 523 razmer yozib qo'ygan. Buni to'g'ri qo'yib ko'ramiz. Bu kichkinachasini mana bu ichkaridan qo'yamiz. Qo'yganimizda teshikchasi ko'rinmayapti. Endi buni
tokka qo'shlatib ko'ramiz bu sepishni. Ma'lumot uchun aytib o'tamiz, bu vagnerimiz Beauty brendiga yetamiz. Yana bir ahamiyat beradigan joyi, mana bu tortadigan shtankasini mana bu yerida to'siq bo'lmasligi kerak. Bir qator ko'rib qo'yamiz, bekkanmi, bekkan emasmi. Ключатор orqasida ключаторni yoqamiz. Обраткani yoqamiz. Обраткani yoqqanimizda mana bundan tortadi, mana bundan chiqarib yuboradi. Bundan havolarni chiqarib yuboradi, hamma yo'g'ini chiqarib tozalab yuboradi. Havo qolmaydi. Keyin обраткani bekitamiz. Обраткani bekitsak, davleniyani ochamiz. Ko'rib turibsizlar, davleniya ko'tarildi. Buni sepishini ko'ramiz. Buni yana bitta funksiyasi bor. Mana bu nasatkasini teskari tarafga aylantirsak, to'g'ri davleniya bilan olib beradi. Buni ham sepib ko'ramiz.